pulni energiyasi bilan seks, ya'ni lazzatlanganda orgazmni energiyasi bir xil. Mana nima uchun biz ayollarga ko'pincha aytamizda, pulga faqat diqqat markazingni yo'naltirma. Ayniqsa ayollar. Seksualность bilan bog'liqlik joyi bor. Shuning uchun ko'pchilik o'zini jozibadorligini ustida ishlaydi-da ayollar, lekin itogoviy tochkasi pulga qaratilgan bo'ladi. Qaramang deyman, pulga qaramang. Siz o'zi tak hayotdan xursand bo'lishda bu o'zi seksualniy energiya. Hayotdan xursand bo'lib, ko'zing chaqnab yashasang, avtomatiski sizga ochilaveradi. Faqat biz yana nimani to'g'ri qilib qo'yamiz, obyektni faqat erkak kishi qilib qo'yamiz-da, erkak kishidan pulni olish. Yo'q, seni o'zingga ideyalar keladi. Qachonki sen ochasan o'zingni jozibadorligingni, mana shu payt o'zingga har xil g'oyalar kelishni boshlaydi. Chunki senda o'sha g'oyalarni amalga oshirish uchun energiya bor. Mana nima uchun identichni deymizda. Mana nima uchun ko'pchilik hozir tushunib qoldi, seksualnostni rivojlantirmoqchi bo'ladi-da, lekin oxirgi nuqtasi qayerga boryapti desak, pulga qaratilgan bo'ladi-yu, mayli kelsin ilohim pul. Lekin yana erkak kishidan tortish haqida o'ylayapti. Agar men haqiqatan ham mazza qilib, lazzatlanib yashayman va menga pulni o'zi kelaversin deb tashlab qo'ysa va o'zini ustida ishlaydi degani, o'zini yaxshi ko'rgan narsasi bilan shug'ullanadi, o'zini ustida ishlaydi, bu ilmini oshiradi, razvivatsiya qiladi-da bu. Mana shunda unga energiya kelishni boshlaydi. Energiya keldi degani, unga har xil g'oya keldi, unda kuch bor, quvvati bor-da o'shani amalga oshirib biladi. Oddiy life hack, ko'zini ochgandan minimum 3 ta yaxshi narsani topib bilish kerak. Mana uxlab yotibsiz, spalningizda ko'zingizni ochdingizda 3 ta yaxshi narsa. Bo'ldi, miyamizga srazu signal boradiki, yaxshi, ijobiy narsani ko'rgandan keyin жизнь прекрасна degan narsa bo'ladi. Albatta har bir ayol harakatda bo'lishi kerak. Harakat degani bitta sport emas, aynan raqs bilan shug'ullanish kerak. Imенно raqsda o'zini ko'p qirralarini ocha oladi ayol kishi.